Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, sizlar bilan bugun ikkinchi darsimiz. Biz ikkinchi darsimizda sizlar bilan to be yordamida savol berishni, umuman olganda ingliz tilida savol berish qanaqa bo'lishligini ko'rib chiqamiz. Demak, to be ni o'rgandik, что hozirgi zamonda am is a ko'rinishlarda bo'ladi va inkor qilish uchun biz to be ga not qo'yish orqali inkor qilamiz va so'roq ham o'z-o'zidan demak to be orqali ifodalanadi. Demak, aytilganki o'sha to be ni oldinga ko'chirish. То есть eng asosiy bittagina qoida bu qanday to be dan foydalanib biz gapni tuzgan bo'lsak, o'shani oldinga ko'chirsak bo'ldi. Misol uchun, I am a teacher degandim, endi men o'qituvchimanmi deydigan bo'lsam, o'sha am oldinga ko'chadi. Ya'ni am I a teacher? Am I a student? Am I your friend? Da am oldinga ko'chdi. Tamam, boshqa hech narsa bo'lgani yo'q. Yoki he is my friend, u mening do'stim. He is a doctor, u doktor. Endi shuni savol qiladigan bo'lsak, is he a doctor? Is she a teacher? Is it deb biz jonli emas, jonsiz narsalarga aytamiz. Is it a pencil? Bu qalammi? No, it isn't, for example. Demak, javob berishni ko'rsatib qo'ydimda. Xullas, demak, o'sha bo'lishli gapda biz am is are dan qanday foydalangan bo'lsak, uni joyini ko'chiramiz xolos. Endi bu yerda asosan nima qoidalar, nima xatoliklar bo'ladi, shuni ko'rib chiqaylik. Chunki qoida oson, ammo lekin unga amal qilayotganda ba'zi kamchiliklar bo'lib turadi. Demak, so what is your name? Bu sening isming nima? Are you married? Turmush qurganmisan? How old are you? Are you a student? Endi bu yerga ahamiyat beradigan bo'lsak, qachonki bizda so'roq so'zlar uchrasa, so'roq so'zlar ishlatilsa, bunda to be so'roq so'zlardan keyin egadan oldin keladi. What? How old are you? Are you how old emas? How old necha yosh? How old are you? Sen necha yoshdasan? Вот. Endi dальше ketaylikda. Am I late? Men kech qoldimmi? No, you are on time. Endi har safar biz yordamchi fe'llar orqali savol berganimizda am I, are you, is she, is it da har doim bu bizdan ha yoki yo'q deyishni talab qiladi. Bu narsa esdan chiqmasin. Ha yoki yo'q deyishni. Bu ruchkami desa, siz boshqa narsa demaysiz. Chunki yoki qachondir demaysiz. Ha yoki yo'q. Har doim. Yoki, for example, is your mother at home? Is your mother at home? Oying uydami desa, no, she's out. No, she's out. Yo'q, u ko'chada. Demak, savol sizga is your mother at home? Oying uydami deganda, javobda ham no, she is out. Yo'q, u ko'chada. Yoki are your parents at home? Are your parents at home? Ota-onang uydami desa, no, they are not. They are out, sorry. No, they are out. Yo'q, ular ko'chada. Endi bu yerda ko'pchilik nimani xato qiladi desak, you'ni ko'rib, your'ni ko'rib, ya'ni you uchun biz are ishlatardik-ku. Endi your'ni ko'rgandan keyin ham are ishlatgisi kelib qolishi mumkin, lekin your bu sen emas, balki sening, ya'ni your brother, your mother, your father deydigan bo'lsak, biz is dan foydalanamiz. Agar your parents deb ko'plikni yoki your friends, your brothers da ko'plik bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina bizda o'sha are ishlatiladi. Tushunarli? Birlikni so'radigan bo'lsak, seni do'sting, seni oying, seni dadang, seni akang deydigan bo'lsak, is. Qachonki o'sha sening bo'lgan ko'pchilik nazarda tutilsa, o'shanda o'sha are ishlatiladi. For example, your shoes are nice. Your shoes are nice. Oyoq kiyiming yaxshi ekan. Are they new? U yangimi? Ular yangimi-da oyoq kiyim ko'plikda. Ular yangimi? Demak, your shoes bu ko'plik. Shuning uchun ham are nice. Lekin bir kishi bo'lganda edi, is your mother at home, bitta narsa bo'lganda yoki, demak, biza is dan foydalangan edik. Вот. Идем дальше. Hozir. One second. Demak, ba'zi so'roq so'zlarni ko'rib chiqamiz.
For example, where degani qayerda degani. Sorry. Demak, where degani qayerda degani. Misol uchun, oying qayerda deb so'ramoqchi bo'lsa, where is your mother? Your mother is where emasda. Oying qayerda? Bizda tartib bu yerda ishlamaydi. So, where is your mother? Sening oying qayerda? Yoki ko'plikni so'radigan bo'lsak, sen qayerliksan? Where are you from? Where are you from? Sen qayerdasan? Yoki what nima yoki what qanaqa degan ma'noni bildiradi. Qachonki whatdan keyin nimadir so'z kelsa. Yes, what is for example your name desa ismi nima bo'ladi. Lekin what color is your car bo'lsa, what color is your car? Seni mashinang qanaqa rangda? Nima rangda emas, qanaqa rangda? It's red. U qizil deyapti. What color? Qaysi rang? How old is Joe? How old is Joe? Joe necha yoshda? How old birinchi kelyapti, is keyin kelyapti, undan keyin Joe. Yes, birinchi so'roq so'z, undan keyin to be, undan keyin ega. Where are you? For example, sen qayerdasan demoqchi bo'lsak, where are you? You are at home bo'lsa, ya'ni javobi bo'ladigan bo'lsa, I am at home da. You are at home bo'ladigan bo'lsa, bizda are keyin keladi, lekin savol berayotganini bildirish uchun are oldinda. Where are you? Yoki how are your parents? How are your parents? Sening ota-onang qanday? Ya'ni bu yerda how deganda biza nimani, uni holatini, kayfiyati yoki sog'ligi yoki boshqa narsa so'ragan bo'lamiz. How are your parents? How are you desak ham, demak sen qandaysan? Ya'ni ahvoling qanaqa deganida. Вот. Endi why keyingisi. Why? Nega? Why is it so expensive? Deyapti. Why is it so expensive? Nega bu bunaqa qimmat? Why? Why are you here, for example? Nega sen bu yerdasan? Yoki why are you at home? Sen nega uydasan? Da savol ham why bilan berilganda xuddi shu tartib. Yoki how much? How much degan o'rtoqlar esan chiqmasin, bu nech pul degan. Nech pul. Okay? How much are they? Ular nech pul. How much is it? For example, how much is it? Bu nech pul. Yes? How much is it? Nech pul degani. Va so'roq so'zlar bilan ham o'sha to be, biz bilgan to be nima bo'lishi mumkin? Qisqarishi mumkin. Da, keyingi betlarga o'tib ketyapmiz. Shoshmasdan. Yes. So, bu nechinchi mavzu edi? Вот, ikkinchi mavzu. So, what's the time? Where's Lucy? Who is that man? How's your father? Mana shu ko'rinishda, demak, qisqartirib aytishimiz ham mumkin. Yes, for example, where's your brother? Qani seni akang? Where is deb aytishimiz shart emas. Вот. Endi short answer degan narsani bilib olinglar. Что такое? Nima bu short answer? Yes, что такое short answer? Bu qisqa javob. Ingliz tilida ha yoki yo'q demoqchi bo'lsangiz, yes, no bilan qutulib qolmas ekansiz. Sizni o'sha ha yoki yo'g'ingiz o'sha zamonni to be'si yoki boshqa yordamchi fe'llari bilan kelishi kerak. For example, are you tired? Desa, are you tired? Sen charchadingmi desa, yes demaydi-da. Yes, I am. Yes, I am. Are you hungry? Ochmisan? No, I am not. No, I am not. Agar siz boshqa biror narsalar demoqchi bo'lsangiz, aytaylik, yes, I am tired deyishingiz mumkin. Har safar yes, I am deyish shart emas, lekin shunchaki yo'q demoqchimisiz yoki shunchaki ha demoqchimisiz, u holatda siz yes bilan yoki no bilan qutula olmaysizda. To'liq aytishingiz kerak. Yes, I am. No, I am not. Yoki is your friend English? Is your friend English? Seni do'sting inglizmi desa, ha demoqchisiz. Yes bilan qutulmaymisiz. Yes, he is. Yes, he is. Ha, u inglizda. Xullas, is bu yerda keladi. Chunki bu yerda your friend bu endi sizda o'g'il bola bo'lgani uchun ham, misol uchunda
he bo'lib kelyapti. Xolasi yes she is. Chunki your friend deganda biz hali uni qiz bola yoki o'g'il bolaligini bilmaymiz. So you can say yes he is, yes she is. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Bu narsalar juda muhim. Вот. Endi ko'plikdagi so'zlarga ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Are these your keys? Are these your keys? Bular seni kalitlaringmi? Desa, yes they are. Yes they are. Ha desangiz bo'lardi. Yes. Lekin ingliz tilida unday emas. Yes they are. Yo'q demoqchi bo'lsak, no they aren't yoki no they are not esimizda borda mana. No they are not yoki no they aren't. No they are not. No they aren't. Demak, short answerlikni ham qisqarishi bor ekanda. Misol uchun yes I am bu qisqarmaydi. Yes I'm bo'lmaydi. Yes I am. One second. Hop. Yes, I am. Yes, he is. Yes, we are. Yes, bular yeslar qisqarmaydi. No'lar qisqaradi. Tushunarli? Shuni esdan chiqarmaymiz. Yeslar qisqarmaydi. Ko'pchilik yes, I'm, yes, his, yes, we're deb qisqartirib ketish mumkin. Yesda qisqartirmaymiz, faqat no'da qisqartiramiz. No, I'm not. Shunda ham I faqat bir xil ishlatiladi. Bir xil qisqaradi. No, I'm not. No, I'm not. Yes, he's not. Yes, she's not. Yes, it's not. Yes, we're not. Yes, you're not. Yes, they're not. Bu yerda nimaga notga urg'u beryapmiz. Ikkinchi holatda esa no, she isn't. No, he isn't. He isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. And no, they aren't. Arga urg'u berilib ketyapti. Вот. Mana shu bizada qisqa javob formulasi desak bo'ladida. Вот. Demak, va bu qoidani ayni paytda tushunish juda muhim. Nima uchun? Chunki dalshi boshqa zamonlarda va boshqa tubiylarda ham, boshqa yordamchi fe'llarda ham mana shu qoida ishlaydi. Mana shu qoida. Demak, siz ha deganda yes, I am, yes, I do, yes, I will, yes, I have da boshqalarni aytib ketyapman. Mana shunaqasiga javob berar ekansiz. Yo'q deydigan bo'lsak, no it isn't, no it wasn't, no they weren't, no it will not be, won't be da va hokazo hokazo. Xullas, mana shunaqa tartibda ketadi. Hozirgi tartibni yaxshi esda saqlab qolsangiz, keyinchalik qiynalmaysiz. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uy vazifa bo'ladi. Mana shularni голосовой, ya'ni zapis orqali menga uzatish va mana bu mashqlarni albatta bajarish. Bye bye.